Qizga yoqib qolish uchun beriladigan eng yaxshi 10 ta savol. Lekin 5, 8 yoki 10 savollardan foydalanmang. Agar uning sizga oshiq bo'lib qolishga tayyor bo'lmasangiz. 1. Sen har doim qilishni xohlagan, lekin hech qachon imkon bo'lmagan narsa nima? Orzular chuqur hissiy boklaydi. Ular haqida so'ra va sen boshqalardan ajralib turasan. 2. Qanday narsalar seni chinakam his-tuyg'ularing tirikdek qildiradi? Bu savol hissiy energiyani yaratadi va aynan shu yerda yashaydi. 3. Odamlar sen haqingda ko'proq tushunishini xohlagan bitta narsa nima? Bu sening yuzaki emas, chuqurroq qiziqayotganingni ko'rsatadi va bu juda kam uchraydi. 4. Agar hozir istalgan joyga teleportatsiya qila olsak, qayerga borardik? Endi bu o'yin kulgi va bir zumda hissiy reaksiya yoqadi. 5. Qaysi qo'shiq sening hayotingning soundtreki bo'lib tuyuladi? Musiqa xotira bilan bog'liq. Buni to'g'ri qilsangiz, u sizni eslab qoladi. 6. Kichkina bo'lsa ham, seni har doim kuldiradigan narsa nima? Endi siz ham o'sha tabassumning bir qismiga aylanasiz. U sizni eslaganida. 7. Hayotingda olgan eng kuchli kompliment qaysi? U qanday his qilishni xohlashini bilib olasiz. Keyin esa aynan shuni bering unga. 8. Qaysi lahzalar abadiy davom etishini xohlarding? U bu lahzalarni ichida sen bo'lgan holatda tasavvur qiladi. 9. Agar hozir qo'rquv bo'lmaganida nima qilarding? Bu savol uning asl kimligini ko'rsatadi. Lekin uni faqat u senga nisbatan hislar paydo qila boshlashga tayyor bo'lsangina so'ra. Bu savollar uning ichidagi his-tuyg'ularni uyg'otadi. Unutmang, qizlar doim tashqi ko'rinishga qaramaydi. Unga berayotgan hislaringiz uning yuragida qoladi va sizga bog'lanadi. Manipulyatsiya siri Telegram